Germaniyaga migratsiya qilmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga va kelayotgan yoshlarga eng oltin qoida maslahatingiz til nuqtai nazaridan. Nemis tilini qanaqa qilib tez o'rgansa bo'ladi? Nemis tilini qanaqa? Birinchi navbatda ishtiyoq, motivatsiya deymiz. Biz nimalardan o'quvchilarimga ham aytaman, motivatsiya bo'lishi kerak. Keyin bir tartibli qanaqadir dastur ishlab chiqish kerak. Men o'zim nima xohlayapman? Nima xohlayapman? Masalan, bu tildan nima xohlayapmanmi yoki umuman nima xohlayapman? Umuman nimani o'rganmoqchiman? O'sha til menga nima beradi? Shunda keyin bir programma ishlab chiqish kerak. Qancha o'rganmoqchiman, nimani o'rganmoqchiman, keyin bu til menga nima beradi? Shundan kelib chiqib bir dastur tayyorlasa bo'ladi. Qaysi nimamni nutqimni rivojlantirmoqchimanmi yoki eshitish qobiliyatimni rivojlantirmoqchiman? Keyin men qanday o'rganaman? Shuni masalan bitta modul o'rgangandan keyin, tilda boshlagandan keyin odam o'zini, chunki odamda har xilcha kanallar rivojlanganda til o'rganish. Birovda eshitish o'rganish qobiliyatim, birovda grammatikadan kelib chiqib til o'rganish qobiliyatim nima, birovda gapirib o'rganish. Shuni odam o'zi bilish kerak. Menda qaysi kanal rivojlangan? Shu bo'yicha keyin til o'rganishi tezlashadi, osonlashadi.